Oq uyda tarixiy uchrashuv. Mirziyoyev va Tramp yuzma-yuz. Vashingtonda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashdi. Marosim Oq uyda bo'lib o'tgan. Shavkat Mirziyoyev dastlab faxriy mehmonlar kitobiga imzo chekdi. So'ng yetakchilar avval xonada muzokaralarni boshlashgan. Suhbat chog'ida tomonlar strategik sheriklikni mustahkamlash, savdo, investitsiya va madaniy hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilishgan. Shavkat Mirziyoyev Trampni ichki va tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatlar bilan tabriklagan bo'lsa, Tramp o'zbekistonlik delegatsiyaning AQShdagi faol uchrashuvlarini yuqori baholagan. Uchrashuv yakunida Shavkat Mirziyoyev Donald Trampni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif etgan. Bu uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi yangi bosqich, amaliy hamkorlik davrining yangi boshlanish sifatida baholanmoqda. Anhoruzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.